Assalomu alaykum, Navro'z uka, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Sizni musofir elda sizni qilayotgan mehnatlaringizni biz muntazam ravishda kuzatib boraman kanalingizda. Mana shu meni o'g'lim Sardorbek Narqolov Sardorbek 2004-yil tug'ilgan, 3 yildan beri Rossiyaga ishlayman deb ketib qaytib kelganim yo'q. 1,5 yildan beri telefonim qilmaydi, dovdiraksiz. Menga mana shu o'g'limni topib berishda yordam bersangiz. Sizlardan iltimos qilib so'rayman, mana shu o'g'limni topib beringizlar. Qaytarib yuborishga yordam beringizlar. Bir dona o'g'lim bor o'zi, bir dona o'g'lim ham 3 yildan beri Rossiyaga ketuvdi, ishlab kelaman, 1 yilda qaytaman deb. 1,5 yildan beri telefonim qilmaydi, qaytmaydi, telefonim kim qilmaydi, biz bilan gaplashmaydi ham, yozmaydi ham, hech narsa yo'q. Mana biz intiq bo'lib kutib o'tiribmiz dadasi bilan birga, dadasini mazasi yo'q. Sizlardan iltimos, rahmat, mana shuni agar topib bersalaringizda sizlardan minnatdor bo'lar edik.